yalang oyoq yoshlik. Aziz, ha, nima deysan? Va ishing jiyishdi. 9-10 oktyabrdan Toshkentga boribman, konsertga ketyapman. Ha, shola o'rishim kerak, Makkaga o'rishim kerak, mol boqishim keraklar va jiyishdir. Ha, to'y-po'ylarni ham o'tinglar tezlashtirib. Toza agar ishim qolib ketadi deyotgan bo'lsam, aytib ketdim, bormi biletlar. Nima u? Bu aytib ketdim tushunmaydi-da. Bo'pti, borarsan. 9 kun. Azizlar 9-10 oktyabr kuni Kosmosning konserti. Hammalarni kutib qolamiz. Konsertda hazillarni udari bo'ladi, tushunasizlarmi? Vez tashlash uchun harakat. Buni qaranglar. Ey, irshonglamang tez kelgin, xo'p? Bu Yaxshi qiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Xullas 9-10 oktyabr kunlari vaqtingiz bormi? Ha, bor. Sizni Haqlar do'stligida Kosmosning konsertida kutaman. Rahmat, gullar sizga. Qarang, konsertda O'tkir aka bilan ham bo'ladimi? Nima bo'lyapti qizlarni dediga? Havas qilib bo'lgan bo'lsangiz, sochni olamizmi? Yo'q, gaplashib o'tiramiz. Sochni olamiz. 9-10 oktyabr konsert. Sochim chiroyli qilib qo'ying. Qanaqa bo'pti? Ikkita chetini olib tepasini qoldiring. Keladi. Assalomu alaykum, Kosmos jamoasi. Tez kunda yaqinda konsert bo'lyapti. Mo'tadil konsert bo'lyapti. Bitta narsani bilib olinglar bolalar. Ey Kosmos, sizlarni oshni qilishinglar kerak. Men sahnaga chiqishim kerak. Sahnada bolasi menman, tushundinglarmi? Men hazillarimga borib pasharlar kerak. Uchuq qilib o'chirgan. Sizlarda hazillar tupurib o'chirib qo'ysa bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushundinglarmi? Kosmos deyingda. Kosmos. Labbay. Kakirdacha. Agar mana shu video 50 ming like yig'sa, men Kosmos konsertiga umuman chiqmayman. 100 ming like yig'ib beramiz. Kino ham olmaysizmi?